Nimaga O'zbekistonda PUBG Mobile o'yini ko'proq mashhurroq Fortnite'ga qaragan? O'zi Osiyoda Amerika yoki Yevropaga qaraganda ko'proq mobil o'yin o'ynashadi. Chunki mobil o'yin o'ynash qulay va arzonroq. Undan tashqari bizning hududda yashaydiganlarga reallikka yaqin bo'lgan grafika o'yinda yoqadi. Fortnite'da bo'lsa ko'proq multfilmga yaqin. PUBG Mobile'da bo'lsa grafika real hayotga ancha yaqin va u o'yindagi qurollar ham haqiqiy hayotdan olingan. Amerikada bo'lsa ko'proq fantastika yoki multfilmga yaqin bo'lgan yorqin dizayn. Fortnite ham aynan shunga moslashgan. Bu o'yinda multfilmga o'xshash dizayn, skilllar, emotsiyalar shuning uchun o'ylab topilgan. Ko'p Osiyo davlatlarida gaming kompyuter yoki konsollarni umuman kerak emas deb o'ylashadi. Shuning uchun ko'pincha mobil o'yinlarni tanlashadi yoki kompyuterxonaga borishadi. Fortnite mobil bozoriga kirib kelganda ancha muammolarga uchradi va bu albatta PUBG Mobile bozorning katta qismini egallashiga sabab bo'ldi. Bu videoni bilmayman kimga jo'natasizlar, lekin PUBGchi do'stinglarga jo'natib qo'ysanglar bo'ladi.